DIQ quat. Agar siz nafaqashor bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqashorlar bo'lsa, bu video siz uchun hayotiy muhim. Chunki varmaydan boshlab, to'g'ri eshitdingiz, ekmaydan boshlab 100 minglab nafaqashorlarning bank kartalari bloklanishi mumkin. Bu jiddiy muammo va siz bu haqda bilishingiz shart. Bu ogohlantirishga jiddiy e'tibor bermasangiz, o'z nafaqangizga kirish imkoniyatini vaqtincha yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamga yetib boradi va ular ham ushbu muammodan sabardor bo'lishadi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari nafaqa to'lovlari jarayoni ancha sodda edi. Bir marta bank kartasi ochilgandan so'ng u uzoq yillar davomida ishlayverardi. Agar muddatidan chiqmasa yoki yo'qolmasa, uni yangilash yoki bankka tez borish shart bo'lmasdi. Nafaqa avtomatik tarzda kartaga tushib turardi va nafaqa shoirlar o'z pullarini hech qanday to'siqsiz yechib olishlari mumkin edi. Identifikatsiya jarayonlari unchalik qat'iy emasdi, ba'zan esa ma'lumotlarni yangilashga unchalik ahamiyat berilmasdi. Ko'plab nafaqa shoirlar nima ay niqsa keksa yoshdagilar yillab bankka bormasdan o'z nafaqalarini olishda davom etardilar. Hatta ba'zi hududlarda nafaqalar naqd pul qo'rinishida uyga olib kelib berish tizimi ham mavjud edi. Bu esa bank kartalari bilan bog'liq muammolardan butunlay qusoli bo'lish imkonini berardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan raqamlashtirish siyosati, moliyaviy shaffoflikni oshirishga qaratilgan harakatlar firibgarlikka qarshi kurashish va fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini muntazam yangilab borish zarurati tufayli yangi qoidalar joriy etildi. Gap shundaki, ba'zi holatlarda pensiya nafaqalari vafot etgan shaxslarga yoki uzoq vaqt davomida xorijda yashovchilarga yuborilgani aniqlangan. Bunday holatlarning oldini olish va davlat mablag'laridan oqilona foydalanish maqsadida Markaziy bank va pensiya jamg'armasi tomonidan qator yangi talablar qo'yildi. Aniqroq kelib aytganda, yangi qoidalarga ko'ra har bir nafaqashor o'zining shaxsiy ma'lumotlarini muntazam ravishda tasdiqlab borishi shart. Bu asosan pasport ma'lumotlari, JSHR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, yashash manzili va bog'lanish uchun telefon raqamini o'z ichiga oladi. Shuningdek, ba'zi banklar eski turdagi kartalarni yangi avlod, masalan, chipli humo yoki uzcard kartalariga almashtirishni ham talab qilishi mumkin, chunki yangi kartalar yuqoriroq xavfsizlik standartlariga ega. Eng muhimi, bu yangilash jarayoni uchun aniq bir muddat belgilandi. Vaqtmay ushbu sanaga qadar o'z ma'lumotlarini yangilamagan nafaqashorlarning bank kartalari vaqtincha bloklanadi. Vaqtincha so'ziga alohida urg'u beraman, chunki bu doimiy bloklash emas. Lekin ma'lumotlar yangilanmaguncha nafaqa pulini olish imkoniyati cheklanadi. Bu esa nafaqashorlar uchun jiddiy noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Batafsil tushuntirish nimalarni bilishingiz kerak, kimlar savotir olishi kerak va kimlar savotir olmasa ham bo'ladi. Nimalarni bilishingiz kerak? Asosiy yangi talab shundaki, barcha nafaqashorlar o'zlarining nafaqa kartasini chiqargan bankka shaxsan tashrif buyurib, shaxsiy ma'lumotlarini qayta tasdiqlashlari shart. Bu jarayon pasport yoki ID karta, JSHR, amaldagi yashash manzili va aloqa telefon raqamini tekshirishni o'z ichiga oladi. Ba'zi hollarda banklar eski namunadagi kartalarni xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan yangi chipli kartalarga almashtirishni ham talab qilishi mumkin. Bu qoida nafaqalarni faqatgina haqiqiy egalariga yetib borishini ta'minlash, firibgarlik holatlarining oldini olish, masalan, vafot etgan shaxslar nomiga nafaqa o'tkazish va umumiy moliyaviy tizimning xavfsizligini oshirish maqsadida joriy etilgan. Bu, shuningdek, davlatning fuqarolar haqidagi ma'lumotlar bazasini yangilab borish va raqamli xizmatlarni yaxshilashga qaratilgan keng qamrovli strategiyasining bir qismidir. Ma'lumotlarning aniqligi va dolzarbligi kelajakda boshqa ijtimoiy to'lovlar va xizmatlarni osonlashtirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Kimlar savotir olishi kerak? Birinchidan, yaqinda pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bu haqda bankini sabardor qilmagan nafaqashorlar. Eski pasport ma'lumotlari bilan bog'liq kartalar bloklanishi mumkin. Ikkinchidan, kartalari juda eski bo'lgan, masalan, chip bo'lmagan yoki eski to'lov tizimlarining avlodiga tegishli bo'lgan nafaqashorlar. Banklar ularni yangi kartalarga almashtirishni talab qilishi mumkin. Uchinchidan, kartasini olganiga ko'p yillar bo'lgan va shu vaqt ishida bankka deyarli tashrif buyurmagan, hech qanday ma'lumotini yangilamagan nafaqashorlar. Sizning ma'lumotlaringiz eskirgan bo'lishi ehtimoli yuqori.
To'rtinchidan, hozirda xorijda bo'lib turgan va O'zbekistondan nafaqa oladigan nafaqaxo'rlar. Ular shaxsan kelib ma'lumotlarini yangilay olmaydilar va ularning kartalari bloklanishi mumkin. Bu holatda vataniga qaytish yoki ishonchli vakil orqali harakat qilish kerak bo'ladi. Beshinchidan, kartasi eskirgan telefon raqamiga yoki manzilga bog'langan nafaqaxo'rlar. Bank siz bilan bog'lana olmaydi. Bu esa ma'lumotlarning eskirganligidan dalolat beradi. Oltinchidan, bir nechta bankdan nafaqa kartasi bo'lgan shaxslar har bir bankdagi ma'lumotlarni alohida yangilash zarur. Keling, ba'zi real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Muammoga duch keladigan holat. Marhum Otabek bobo. Ular 80 yoshda. Kartasini 7 yil oldin olgan. Oradan 2 yil o'tib eski pasportini yangi ID kartaga almashtirgan, lekin bankka bu haqda xabar bermagan. Bundan tashqari u ertalabki jismoniy mashqlar paytida tushib ketib mobil telefonini sindirib qo'ygan va yangi telefon raqamini olgan, lekin uni ham bankdagi ma'lumotlariga kiritmagan. Otabek boboning farzandlari bu yangi qoidadan beksabar. Bir maydan keyin Otabek bobo do'konda sarit kilmoqchi bo'lganida uning kartasi ishlamaydi. Bankdagi eski ma'lumotlar tufayli pensiya puli kartaga tushmaydi yoki utolanmasdan turibdi. Endi nafaqasini olish uchun Otabek bobo yoki uning yaqinlari bankka borishi, uning yangi ID kartasini taqdim etishi, yangi telefon raqamini tasdiqlashi va ehtimol eski turdagi kartasini yangisiga almashtirishi kerak bo'ladi. Bu jarayon bir necha kun talab kelishi mumkin. Bu esa shu muddat ichida Otabek boboning nafaqasiz qolishi, dorilar yoki oziq-ovqat sarit qilishda qiynalishi degani. Misol du chet elda yashovchi Zuhra opa 65 yoshda. U 6 oydan beri Rossiyada yashayotgan nabiralarini ko'rgani ketgan. Uning O'zbekistondagi kartasiga har oy pensiya tushib turibdi va Zuhra opa Rossiyadan turib pulni elektron o'tkazmalar orqali olib turardi. Zuhra opa O'zbekistondagi yangi qoidalar bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarini tasdiqlashi kerakligidan umuman beksabar. Uning pasport ma'lumotlari 5 yil oldin yangilangan bo'lsa-da, bank bu haqda to'liq ma'lumotga ega emas edi, chunki bu vaqt ichida u bankka bormagan. Maydan keyin Zuhra opaning kartasi bloklanadi. Endi u oilasidan kimdir orqali bank bilan bog'lanishi yoki o'zi qaytib kelishi kerak. Bu esa qo'shimcha xarajatlar va katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunday holatda hatto ishonchnoma bilan ham hamma narsani hal qilish qiyin bo'lishi mumkin, chunki ayrim banklar aynan shaxsiy identifikatsiyani talab qiladi. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi yoki kamroq darajada. Birinchidan, kartasidan muntazam foydalanib kelayotgan va oksirgi bir yil ichida bankda o'z ma'lumotlarini yangilagan nafaqaxo'rlar. Agar siz tez bank xizmatlaridan foydalansangiz, ehtimol ma'lumotlaringiz allaqachon yangilangan. Ikkinchidan, pensiya kartasini yaqinda, masalan, oksirgi 6-12 oy ichida olgan nafaqaxo'rlar. Ularning ma'lumotlari yangi hisoblanadi va qo'shimcha tasdiqlash talab qilinmasligi mumkin. Uchinchidan, nafaqasini naqd pul ko'rinishida oladigan nafaqaxo'rlar. Ularning kartalari yo'qligi sababli karta bloklanishi muammosi ularga tegishli emas. Biroq ularga ham pensiya jamg'armasi orqali ma'lumotlarni yangilash talablari qo'yilishi mumkin, lekin bu bank kartalari bilan bog'liq emas. Misol tuch qoidalarga amal qilgan holat. Shahzoda opa 70 yoshda. U har 3 oyda bir marta bankka borib, kommunal to'lovlarni o'zi to'laydi. Har safar bank xizmatchisi undan pasportini ko'rsatishni so'raydi va ma'lumotlarni tekshirib turadi. Uning kartasi ham yaqinda yangilangan yangi avlod humo kartasi. Shahzoda opaning bankdagi ma'lumotlari muntazam yangilanib turgani uchun u xavotir olmasa ham bo'ladi. Uning kartasi bloklanmaydi va pensiyasini o'z vaqtida olaveradi. Lekin u ham ehtimol bankdan rasmiy ma'lumotni so'rab olishi mumkin, shunda to'liq so'tirjam bo'ladi. Istisnolar, to'siqlar va noaniq nuanslar har qanday qoida kabi bu yangi tartibda ham ba'zi istisnolar va e'tibor berish kerak bo'lgan noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish kelajakdagi muammolarning oldini olishga yordam beradi. Istisnolar ayniqsa kasal bo'lgan yoki yotib qolgan nafaqaxo'rlar. Agar nafaqaxo'r jiddiy kasalligi tufayli shaxsan bankka bora olmasa, banklar odatda maxsus choralar ko'rishadi. Bu holatda bankka murojaat qilib
uyga xizmat ko'rsatish imkoniyatini so'rash mumkin. Ba'zi banklar xizmatchilarni nafaqashorning uyiga yuborish amaliyotini joriy qilgan. Yoki yaqin qarindoshlari notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma asosida nafaqashorning nomidan ma'lumotlarni yangilashga yordam berishi mumkin. Lekin bu ishonchnoma qanday bo'lishi kerakligini bankning o'zidan aniqlashtirish shart, chunki talabalar farq qilishi mumkin. Uzoq hududlarda yashovchi nafaqashorlar ba'zi qishloq yoki tog'li hududlarda bank filiallari kam bo'lishi mumkin. Bunday hollarda ayrim banklar mobil bank xizmatlarini masalan maxsus jihozlangan avtomobillar bilan joylarga borish yoki nafaqaxo'rlar uchun maxsus kunlarni tashkil etishi mumkin. Bu haqda o'z hududingizdagi bank bilan bog'lanib aniqlik kiritishingiz kerak. To'siqlar va savflar, firibgarlar faollashishi. Har qanday yangi qoida joriy etilganda firibgarlar bundan foydalanishga harakat qilishadi. Ular sizga bank kusodimi yoki pensiya jamg'armasi vakili deb qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ular sizdan karta raqamingiz, PIN kodingiz, CVV kodingiz, bir martalik SMS kodlar yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarni so'rashlari mumkin. Shuni alohida ta'kidlayman. Hech qachon o'zingizning PIN kodingizni, CVV kodingizni yoki bir martalik SMS kodlarni telefon orqali yoki qandaydir xabarlarda hech kimga akstamang. Banklar va pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydilar. Agar sizga shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani o'zing va bankning rasmiy ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, vaziyat haqida xabar bering. Uzun navbatlar. Agar siz ma'lumotlarni yangilashni oxirgi daqiqalarga qoldirsangiz, yer mayga yaqin banklarda juda uzun navbatlar paydo bo'lishi muqarrar. Bu esa nafaqashorlar, ayniqsa keksa yoshdagilar uchun jiddiy noqulaylik, uzoq kutish, asabiylashish va hattoki salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq harakat qilish muhim. Noto'g'ri ma'lumotlar. Ba'zi yaxshi niyatli qo'shnilar yoki qarindoshlar noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatishi mumkin. Har doim barcha ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri bankdan yoki pensiya jamg'armasidan rasmiy manbalar orqali tekshiring. Bu kabi mishmishlarga ishonmang. Noaniq nuanslar boshqa xizmatlarga bog'liqlik. Agar sizning pensiya kartangiz, kommunal to'lovlar, mobil aloqa hisobini to'ldirish yoki boshqa moliyaviy xizmatlarga bog'langan bo'lsa, kartaning bloklanishi bu xizmatlarning ham vaqtincha to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Bu esa qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi. Bir nechta kartalar agar nafaqashor turli banklardan bir nechta kartaga ega bo'lsa, masalan biriga pensiya, boshqasiga boshqa turdagi to'lovlar tushsa, u har bir bankdagi o'z ma'lumotlarini alohida tekshirishi va yangilashi shart. Vakil orqali boshqaruv. Agar nafaqashorning kartasini biror qarindoshi boshqarib kelsa, ular nafaqashorning shaxsiy ma'lumotlari yangilanganligiga ishonch hosil qilishlari kerak, o'zlarining emas. Vakilning ma'lumotlari emas, balki aynan nafaqashorning ma'lumotlari bankda to'g'ri bo'lishi kerak. Vaqtincha bloklashning oqibatlari. Garchi bloklash vaqtinchalik bo'lsa-da, ma'lumotlar yangilanganidan keyin kartaning blokirovkadan chiqarilishi bir necha kunni talab qilishi mumkin. Bu esa nafaqa pulini olishda kechikishlarga olib keladi va bu vaqt ishida nafaqashor mablag'larsiz qolishi mumkin. Bu esa kundalik ehtiyojlar uchun jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda nima qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar. Bu qadamlar sizning pensiya kartangiz bloklanishining oldini olishga va nafaqangizni o'z vaqtida olishingizga yordam beradi. Yad qadam vahimaga tushmang. Lekin din pokpatik pokpakittikingin netan talaqaq pasahot palon maqalaliyan indaninanililarakat kikitan qailan kililalilaning. Engetin kal muhimi. Bu ma'lumotni eshitib vahimaga tushmaslik, lekin shu bilan birga mas'uliyatsizlik ham kelmaslikdir. Vaqtma yaqinlashmoqda, shuning uchun ertaga emas, bugun harakatni boshlang. Qancha ertaroq harakat qilsangiz, muammoga duch kelish ehtimoli shunchalik kam bo'ladi. Duo qadam o'zingizning banklaringizni aniqlang. Pensiya kartangiz qaysi bank tomonidan berilganini aniqlang. Agar bir nechta bankdan kartangiz bo'lsa, har birini alohida tekshirishingiz kerak.
odatta ni ta tanak tomasa tama wanaba bu kartaning gol tomoni da bankning logotipi bilan ko'rsatilgan bo'ladi. Pensiya tushadigan asosiy kartangizga birinchi o'rinda e'tibor bering. Tin qadam zarur hujjatlarni tayyorlang. Bankka borishdan oldin quyidagi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki yangi turdagi ID karta asal nusxasi va nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Jesh sher jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami. Uni pasportingiz yoki ID kartangizda topishingiz mumkin. Pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, aslini ham olib boring. Pensiya kartasi bloklanishi mumkin bo'lgan kartaning o'zi amaldagi telefon raqami bankda siz bilan bog'lanishlari uchun bu juda muhim. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan mahalladan ma'lumotnoma. Bu hujjatlarning barchasi sizning shaxsingizni va ma'lumotlaringizning dolzarbligini tasdiqlash uchun zarur. Fat qadam bank bilan bog'laning yoki shaxsan tashrif buyuring. Birinchi navbatda bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Ko'pgina banklarda nafaqaxo'rlar uchun maxsus xizmat ko'rsatish yo'nalishlari mavjud. Ulardan nafaqaxo'rlar uchun ma'lumotlarni yangilash, kartalarni almashtirish bo'yicha aniq talablarni so'rang. Qabul soatlari nafaqaxo'rlar uchun ajratilgan maxsus oynalar yoki oldindan yozilish zarurati bor yo'qligini aniqlang. Bu sizga vaqtingizni tejashga yordam beradi. Agar shaxsan tashrif buyurishga qaror qilsangiz, ertalab bankning ochilish vaqtida borishga harakat qiling. Bu navbatlar kamroq bo'lgan vaqt bo'ladi. Bank iqtisodiyotga yangi qoidalar bo'yicha nafaqaxo'r ma'lumotlarini yangilash uchun kelganingizni tushuntiring. Ular sizga kerakli blankalarni to'ldirishda yordam berishlari kerak. Agar siz kasallik tufayli yotib qolgan bo'lsangiz, bankka qo'ng'iroq qilib, uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati yoki ishonchnoma orqali qarindoshlaringizning yordami haqida so'rang. Banklar bunday holatlar uchun alohida yondashuvlarga ega bo'lishi mumkin. Fashqadam hamma narsani tasdiqlang. Ma'lumotlaringizni yangilagan So keti bank iso dimlaridan sizning barcha ma'lumotlaringiz to'liq yangilanganligini va kartangizning bloklanmasligini tasdiqlashni so'rang. Iloji bo'lsa, ma'lumotlaringiz yangilanganligi haqida qandaydir tasdiqlovchi hujjat yoki ma'lumotnoma olib qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olish uchun muhim. Naqs qadam qarindoshlaringizni sabardor qiling. Agar siz nafaqaxo'rning qarindoshi bo'lsangiz, ularning ushbu yangi qoidadan sabardor ekanligiga ishonch hosil qiling va ularga bu jarayonni o'tkazishda yordam bering. Keksa yoshdagi kishilarga ko'pincha bu kabi yangi tartiblarni tushunish va ijro etishda yordam kerak bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu juda muhim masala. Sizning pensiyangizga hech qanday to'siq bo'lmasligi va moliyaviy muammolarga duch kelmasligingiz uchun hoziroq harakat qiling. Bu oddiy qadamlar sizni jiddiy noqulayliklardan xalos qiladi. Bu video haqida fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham yozing. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shu kabi muhim va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, moliyaviy xavfsizlikka e'tibor bering.